Do'stlar, navbatdagi amaliyotimizni boshladik. Bemorimizda qizil'o'ngach diafragma gvijasi bu safargi gvija juda ham katta hajmda. Mana shuni hozir birgalashib ko'rib shu amaliyotni bajaramiz. Mana shu oshqozon mana shu gvijadan mana diafragmaning oyoqchalar shu gvijadan oshqozon chiqib ketgan. Mana oshqozonni qaranglar. Mana bu yerda pilavitskiy jom deydi, ya'ni 12 barmoqni ichak boshlanadigan joyi. Mana shu yerda antivalni addel qop, antival ya'ni qismiy qopni xolos. Qolgan hammasi mana ko'krak qafasida. O'shang optikani. Hozir mana shuni sekin tushiramiz mana. Mana tushyapti, to'liq tushmadi. Sabab mana katta chandoqlar ko'p. Mana gvija o'zimdan ko'rinib turibdi. Mana katta teshik bo'lib. Endi shularni sekin mobilizatsiya qilib tushiramiz. Mana oshqozonni ko'krak qafasidan ko'ksoqlardan olib chiqdik. Shuncha qismi kirib ketgan ekan mana. Juda katta. Juda katta qismi kirib ketgan, yopishib ketgan. Yaqin o'rtada bunchalik katta hajmda gvija uchirmayotdi, bu safar uchiradi endi mana. Xo'p, taloqda ham bir qismi kirib ketgan, taloqda ham tushirdik. Mana taloqda mana bitta bo'lagi ko'rinib turibdi, bo'ldi. Mana shu gvija mana katta. Bu paraezofagalni gvija mana katta. Endi shuni hozir tikamiz endi. Iloji bo'lsa setga qo'yamiz. Mana amaliyotning yakuniy bosqichi ko'rsatamiz. Mana o'sha diafragmani teshigini mana tikdik, choklar bilan tikib mustahkamladik. Hali katta teshik mana yopildi endi mana. Mana. Selezonka ham chiqqan ekan ozgina qismi. Mana yo'q endi. Bu pishvot mana qizil'o'ngach. Bo'ldi, rahmat hammaga.